Qadrli do'stlar, mana va'da berganimizdek, qanday qilib uy sharoitida doktorga bormasdan, hech qanday sport zalga bormasdan, hech qanday pul sarflamasdan chanoq devori muskullarini rivojlantirish va bu bilan birga jinsiy faoliyatni yaxshilash, mustahkamlash haqida hozir gaplashamiz. Nafaqat jinsiy faoliyat, chanoq devorlari muskullarini rivojlantirish, qisqacha qilib aytganda Kegel mashqi. Kegel mashqi desak tor bo'lib qoladi, chunki chanoq devorlari mashqi va Kegel mashqi bu ikkita narsa. Buni mashqlar davomida sizlarga yana ham tushuntirib boraman. Bu kimlarga kerak? Ayollarda va erkaklarda. Chunki faqat erkaklarga emas, bu ayni aktuallik darajasida ayollarga ham kerak bo'ladi. Demak, erkaklardan boshlaymiz. Erkaklarga nimaga foyda? Eng birinchi o'rinda jinsiy faoliyat. Jinsiy faoliyatning uzunligi, jinsiy olatning qattiqligi va shunga o'xshash boshqa funksiyalarni yaxshilashda bizga aynan mana shu muskullar asosiy upor vazifasini, ya'ni tayanch vazifasini bajaradi. Bundan tashqari prostata bezidagi operatsiyalardan keyingi siydikni ushlab turish, qovoqni funksiyasini ta'minlab berish faoliyatini yaxshilaydi. Va bundan tashqari ko'p erkaklarimizda mana shu muskullarni kuchsizlanishi natijasida, kam harakatligi natijasida siyib bo'lgandan keyingi tomchilab qolish holatlari ham kuzatiladi. Aynan mana shu mashqlar shu kasallikni ham davosi hisoblanadi. Endi nafis ayollarimizga keladigan bo'lsak, ayollarimizda ko'pincha ko'p tuqqan ayollarda yoki abortlar o'tkazgan ayollarda ko'pincha holat kuzatiladi. Siyib bo'lgandan keyin tomchilab qolish yoki yo'talganda, aksirganda yoki biror narsani ko'targan paytida siydikni chiqib ketish holatlari kuzatiladi. Va mana shu kasalliklar ham mana shu mashqlar davomida qisman davolanadi. 100% ayollarda davolanmasa, demak unda doktorga borish kerak bo'ladi. Sababi bu 3-4 darajalarida bu mashqlar yordam bermasligi mumkin. Demak do'stlar, o'zi chanoq devori muskullariga qaysilar kiradi? Uni sizlarga hozir sanab o'tirmayman nomma-nom, sababi u kishilarga kerak emas nomlari. Hozir sizlarga shuni aytaman. Mana misol uchun siyib turgan joyingizda siydikni to'xtatdingiz. To'xtatgan paytda ishlatadigan muskullaringiz aynan chanoq devori muskullari hisoblanadi. Yoki biror joyda o'tiribsiz, orqadan gaz keldi, shu gazni qisib ushlab turibsiz, chiqib ketishingizga kelyapti, lekin qattiq ushlab turibsiz. Mana shu muskullar ham chanoq devori muskullari hisoblanadi. Aynan mana shu muskullar bizni hayotimizda o'ta katta ahamiyatga ega. Mana shu muskullarni slabiylashib qolishi, kuchsizlashib qolishi sizni urologga borishga majbur qiladi. Va buni urolog hech qachon sizni o'rningizga mashq qilib davolab bermaydi. Shuning uchun kelinglar do'stlar, hozir endi mashqlarga o'tamiz. Hozir birgalikda qanday qilib mana shu muskullarni rivojlantirish, uy sharoitida rivojlantirishni o'rganamiz. Demak do'stlar, birinchi mashqimizni boshlab olamiz. Buning uchun biz bemalol, ayniqsa shunga e'tibor beringlar, qovoq bo'shagan bo'lishi kerak. Hamma ishlarni tashlab bemalol yotib olamiz. Yotib olgan holatimizda do'stlar, oyoqlarimizni mana shunday holatga keltiramiz, qo'llarimiz mana shu holatda va bu erkaklarga ko'proq aytaman, mana shu qismdagi tuxumimizni xuddi o'zimizga tortamiz. Demak, chuqur nafas mana qildik, chuqur nafas tortdik va nafas bilan birga xuddiki tuxumimizni ham o'zimizga tortib oldik. Tortib ushlab turamiz. 1 2 3 4 5 bo'ldi. Bo'shashamiz. 5 soniya bo'shashamiz va yana shunday holatda tortamiz. Chuqur nafas oldik, ushladik va tuxumlarimizni ham tortdik. Xuddiki pastga haligi tushuntirgan muskullarimizni bu yoqqa maksimal tortib olamiz, ushlaymiz. 5 soniya 1 2 3 4 5 qo'yib yubordik. Mana shu ko'rinishda 5 marta qilamiz va 5 marta tashlaymiz. Mana shu holatda. Bu mana shu qorin muskullarimiz bo'shashgan holatda bo'lishi kerak. Faqat chanoq muskullarini o'zimizga tortamiz, maksimal tortamiz, chuqur nafas bilan birgalikda. Demak, mana shu holatni 3-4 daqiqa dam olgandan keyin mana shu ko'rinishda 5 marta takrorlaymiz. Demak, 5 ta podxoddan 5 martadan qilinadi. Tushuntira oldimmi? Demak, tushungan bo'lsak, endi ikkinchi mashqqa o'tamiz.
Qadrli do'stlar, ikkinchi mashqimizda bizga shunga o'xshash narsa kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa yumshoqroq bo'lsin. Bizda hozir bunaqa yarim koptok shaklidagi narsamiz borligi uchun bundan foydalanganmiz. Sizlarda bemalol xohlasangiz to'rtburchak shakldagi kichik stulchami yoki bironta 15-20 santimetrli, 15 santimetrli narsa bo'lsa yetadi. Oyoqni shuni biroz ko'tarib turishga. Demak, oyog'imizni ko'pchilik bilamiz, mana shu kapalak mashqini ko'p qilganmiz. Kapalak mashqiga o'xshatib turib, faqat sal oldinroqqa qo'yib olamiz. Mana shu holatda bo'ladi va orqamizni ko'taramiz. Yerga tegmaslik kerak orqamiz. Qo'limiz bilan ushlaymiz va mana shu holatda endi chanoq sohamizni oldiga qarab ko'taramiz, tushiramiz. Oldiga ko'taramiz, tushiramiz. Ko'taramiz, tushiramiz. Mana shunday holatda 10 marta takrorlanadi. 10 marta takrorlangandan keyin dam olasiz. 10 ta takrorlagandan keyin dam olasiz. Va mana shu holatda 3 marta takrorlaysiz. Bu biroz oldinga nisbatan qiyinroq mashq, chunki yoshi kattaroq muxlislarimiz sal qiynalishlari mumkin. Siz 10 ta emas, 5 ta qilishingiz mumkin, 3 ta qilishingiz mumkin. Qancha qila olsangiz shuncha qiling. Bu sekin-sekin vaqt o'tgan sari shakllanib boradi, uzoqroq qilishga muskullaringiz rivojlangan sari. Demak, mana bilib oldingiz, mana shu holatda bo'ladi. Bu ikkinchi mashqimiz edi. Endi uchinchi mashqqa o'tamiz. Qadrli do'stlar, mana uchinchisiga ham yetib keldik. Uchinchisida bizga bitta stul kerak bo'ladi. Stulga bemalol o'tirmaysiz, balki shuni uchiga mana shu orqamizni yarmini o'tirg'izgan holatda bitta qo'limizni mush qilib, ikkita oyog'imiz orasiga qo'yamiz, tizzamizga. Mana shu tizzamizni qattiq bo'g'im qismiga joylashtiramiz va qaddimizni tik tutamiz, belimizga e'tibor beramiz. Belimiz bunday emas, balki mana shunday holatda bo'lishi kerak. Va mana shu qo'limizni maksimal qisamiz. Ikkita tizzamiz bilan ushadik. 1 2 3 4 5 qo'yib yubordik. Qisgan paytimizda xuddiki shunaqa qilish kerak. Siydigini ham qattiq qisish kerak. Ham qo'limizni, ham siydigimizni qisishimiz kerak bo'ladi. Ushadik, yana 1 2 3 4 5 qo'yib yuboramiz. Mana shu holatda 5 marta takrorlaymiz va biroz 1 daqiqa dam olgandan keyin yana 5 ta shuna qilib 3 podxod qilamiz. Mana shu mashqimizni. Bu 3-chi mashqimiz edi. 4-chi holatimiz quyidagicha. Demak, yana yotgan pozitsiyaga qaytamiz. Tizzalarimiz chala bukilgan holatda yotib olamiz. Qo'limizni yerga tekis qo'yamiz va chanoq sohamizni ko'taramiz. Ko'tardik, tushirdik. Ko'tardik, tushirdik. Ko'targanimizda shunga e'tibor beramiz. Mana shu tizzamizdan boshimizgacha bitta to'g'ri tekislik bo'lishiga e'tibor beramiz. Tizzadan boshimiz yelkamizgacha to'g'ri tekislik bo'lishi kerak. Tushiramiz. Mana shu holatda, demak, 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan odamlar, erkaklar yoki ayollar 30 martagacha bemalol qilishlari mumkin. 40 yoshdan keyin o'zingizni holatingizga qarab turib, bemalol 20 ta yoki 15 tadan 3 podxod qilinadi bu mashqimiz. Demak, bu 4-chi mashqimiz edi. Endi 5-chi mashqimizni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va nihoyat mana 5-chi holatimiz bu tikka turgan holatda qilinadi va bu usulda o'ziga xos yaxshi xususiyatlaridan shuki, ishda, o'qishda, faqat любой joyda qilishingiz mumkin. Turibsiz, turgan joyingizda tasavvur qiling, siz tuxumlaringizni qorningizni ichigacha tortyapsiz. Chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas qancha olishingiz mumkin qadar olasizda, chuqur nafas olib turib, tuxumlaringizni tortdingiz. 5 soniya. 1 2 3 4 5 tashladingiz. Yana 1 2 3 4 5 dam oldingiz va yana chuqur nafas va tuxumlarni qorningizga qadar tortasiz. 5 tashladingiz. Mana shu holatda har qanday joyda bu mashqni bajarish mumkin. O'ta foydali va effektiv mashq hisoblanadi. Ham ayollarimizga, ham erkaklarimizga. Va do'stlar, yana sizlarga shuni aytib o'taman. Bu mashqlar kamida 1 oy, 2 oydan keyin o'zini bildirarli darajada ko'rsatadi. Bu mashg'ulotlar surunkali ravishda qilishingiz, ya'ni 2 oy va undan yuqori qilishingiz o'ta kuchli effekt beradi. Hattoki ot minishga vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, ot minish effektidan ham kuchliroq effekt beradi. Shuni unutmanglar. Do'stlar, albatta bu mashqlarni qilinglar va o'zlaring mo'jizaviy effektini ko'rasizlar, xudo xolasa.
kamida 2-3 oy davomida qilish kerak. Chunki bu mashqlar jinsiy faoliyatni ham aytganimdek o'ta kuchaytirib yuboradi. Sizlar bemalol jinsiy aloqa muddatini o'zlaring kontrol qilish xususiyatiga ega bo'lasizlar. Uzunligini bemalol o'zlaring kontrol qila olasizlar. Undan tashqari ko'pchilik erkaklarda bezovta qiladi, siy bo'lgandan keyin tomchilab qoladi. Bu juda noxush holat. Kimdir tahoratda yuradi, boshqa bo'ladi, tahoratni buzib qo'yishga olib keladi. Buni ham juda ham zo'r bepul, hech qanday doktorlar yordamisiz, hech qanday sport zalsiz yechimi hisoblanadi. Va ayollarimizda bo'lsa, o'sha siydik chiqib ketib qolish holatlarini ham o'ta chiroyli, juda ham sog'liqqa foydali yechimi hisoblanadi do'stlar. Albatta qilinglar va bu videoni tagida o'zlaringni tajribalaringni bo'lishib kommentariy qoldiringlar. Qanaqa sizlarda o'zgarish natijalar bo'lganini albatta yozinglar. Bizga podpisatsiya qilinglar va kelajakdagi sizlarga videolarimizni, foydali videolarimizni ko'rib boringlar. Salomat bo'linglar.